Anarkot? Anarkot har hafta bir qadam yollandı. Bu filmni Bulut Bazar ünidar saloni Bulut to'ldirib qo'llagan. Sizni opamiz kundalik turmushda sizgami mundaq tarbiyalanib qilganmi? Meni oxir jiq o'tirsasan. Balam o'g'il kelingmi? Shanko'chi. Qiligay balam qishbek so'qoq. Gavjonni bitirib qo'yib juman ishkim bilan ha. Dashini bitirib qo'yganki andikin babetlasingiz bo'ldi balam, kechikmaysiz. Meni gapim kirmay ma'qul. Dadam qaytib kelsin. Dadam qaytib kelgandan keyin qanday qaytib kelsin? Voyjon, jinim qizim, qachonmi bir babetlashyapsiz? Hamma do'stlarimning qizlari to'y qilib bo'ldi balam. Sizlar shu qiyiq qizib o'tirib qolasizmi? Hey, jinim balam, mush ishlarni hammasi mening bishimdan o'tib bo'lgan. Hozir gapimni anglamasang, ertaga o'zing pushaymon qilasan. Voy, bo'ldi balam, oylikda ketaman, uyga boqamaysizni. Pokiz, redlikda bo'lsangiz, siz har vaqt go'zal. Mush qilxonaning hammasi xuddi dadamdan sana maraz qolgan. Balam, qachonmi bir xotin olasan? Bilmaganlaringni chaqira balam, ma'lumingdan so'ra. Ma'lumdan so'rab uygan, ha? Voy, balam, jinim o'g'lim qachon kelasan? Ha, ma'qul balam. Hozir odamga ketib turayan, ma'qul. Bu savol nima balam? Bu savolni men o'qiganda yo'q keldi, bunday savollar. Bizga bir narsa uyatmagan ekan. Hey, ders o'tgan kallarni aytibsizmi? Ha? Bu narsa mendan so'rabsan, qaraman. Jira o'g'lim chichini tushiraytay. Men mush yaxshi bo'lsam, dadamning bolasi, eski bo'lsam, mening bolam. Unda qilma, gapimni anglab qo'y. Mening o'g'lim dunyodagi eng yaxshi o'g'il. Ey, mening qizim dunyo bo'yicha eng chiroyli qiz. Oliy maktab o'tgan natijam chiqdimi? Topshiriqni ishlab bo'ldingmi? Ey, mening do'rama meni. Yosh vaqtimda meni qo'g'lashgan bolalarning jiqliqira. Vijan. Pochi tirvallatdim ishkimga ma'qul demay. Kim uni meni bolam bo'lib qolsin debgan? Aql qilib meni topgan. Kompyuterni endi o'yinsoq rasm achib tosh etma. Uqdingmi? Men bolam bu qiz faqat bo'lmaydi ekan. O'ylab keta. Men sen do'stlarimni har chiroyli qizlar boshida tanishtirib qo'yman. Bolam, telefon qarab faqat bir bilan kep-kep o'qiyamadim men. Hay, qancha oldi bolam, qancha oldi? Hozir qadar uxlamadingmi? Tamat qiz yetay deb qopsasan. Uxla bolam, uxla. Ha, uxla. Men senda qo'yay kelaqtimki intoni yeni o'tamay qolsa uy kirib cho'ma. Ozroq ye bolam, beksan bir kitibsan. Ey bolam, nima jo'la uxlab ketding? Jiqroq yegina bolam, maktabda yaxshi tamoq yemabsan sen, ha? Yana yo'g'on gaplansa qilmabsan. Bolam, har oylik maoshingni yig'itma. Bolam, eski bolalarga aralashib qolmagin. O'quvchi degan o'quvchidek bo'lish kerak bolam. Tabaqa seni qo'yib chiqancha o'rida o'qatsan. Zod osh dostingni pokini bir yeb baqsaqchisan. Televizor mushtijo'la qizib kelsa, televizor ko'rdim deysan qo'y. Qarab baqa meni, xizmat ishimni bo'lsa qanchalik aqlli. Qarab baqa iliqay. Iliq kimning bolasi bor qo'y iliqay. Osh bolaga, oshchilik bo'lsa mayli deysan. Balam, pulin bo'lmasa inson do'st mendan so'ra, boshqalardan qarz oluvchi bo'lma, ha? Jonli qo'z pul ilishni bilgan odamdir. Pul dedi. Men-ku hozir mush ota-onalar yig'ilib qatnashishga shunchalik nomus qilay. Cho'p cho'ngib qolib, ya uyni tozlamagan, ya kirqatlarni yumgan, ya mush qochqichidan yumgan. Qondan aytiga asasan, ha? Ay mush uchonga aslimay 500 qo'yib ekan. Bizning uyda pul yo'q. Boshqalarning oilasi bilan selishtirma. Ey bolam, men uyni Wi-Fi'si ulanmaydi-ku. Qizim, uydan bo'ldi, uydan. Pokiston qilmaykansiz siz. Bajan, bajan, o'zim şey bo'ldi, o'zim. Voy bolam, men ishlaring chiqilmagan, buzilib qoldi-ku bu. Eringizni hurmatlang qizim. Qancha o'ynashni bilgan. Kompyuter o'ynagan, telefon o'ynagan, o'ynashni boshqa bilmaysan? Ayolingni qadrligin bolam. Mana bu shunday gaplarni siz dal vaqtning o'zida anlagan vaqtda qanday hissiyatga kelgan. Men shunchalik terikkan. Lekin keyin o'ylab baqsam, opalarimiz hamon bizga yaxshi bo'lsin deydi. To'g'rimi? Hammamizning opasi shunchalik japatatdi. Apa, japatatdingiz. Bu qo'yasınız yarışıydı ki canım kızım. Üzerinde doğru edin ne bak. Bir şey değil. En takımı bakını bir yap baksam çö. Kargıdama ilik. İlik kimden? Balısına. Aa, televizyonun kızı kendine gelip köyümüzün desene. U bo'lsa Italiyada barliqqa kelgan. Sap o'simlik jag'irini asos qilgan. Nami texnikasi qo'llanilib ishlangan. Uning bilan teringiz oqarsin. Binafsha nurning ziynidan saqlaydi. Tarkibidagi sut oqsili teringizga singib kirib, tez sur'atda oziqlik to'liqlaydi. Go'zallarning siri oshkorlansin. Uning bilan ehtiyojingiz qonsin. Uning bilan latafitingiz jilvalansin. Mana biz uni Orgofi deb ataymiz. Orgofi.